Bismillah, assalomu alaykum. 3 xil qumda kuyilgan bloklar. Bu o'rtadosi yuvilgan qum, soydi qumi blogi. Bu barxan qum deyiladi. Bu ham soydan olinadi. Main qum. Bu blogi. Bu ko'kimtir qum, o'zi ranglari ham mana bilinib turibdi. Bu ko'kimtir qum. Buni qayerdan olib kelishadi bilmayman, lekin biz zakaz qildik, olib kelib berishdi. O'zimizning Qo'qondan keldi. Bloga. Vesida ham farqi bor. Semen bir xil tushyapti. 125 kilodan tushyapti, lekin bu ko'kimtir qum zichilga yaxshi chiqar ekan. Soydigi ham zo'r, qatishi zo'r, sifat zo'r. Bundan ham nima deydi? Bu barxan qum, bu soydi qumi. Bu ham yaxshi ekan, lekin bizga eng yoqqani mana ko'kimtir qumdan chiqqani. Kilasi jinda og'irroq chiqar ekan. Zichli zo'r bo'lar ekan, yaxshi bo'lar ekan. Bizga ma'qul keldi ko'kimtir qum. Mayda bo'lar ekan, mana tepasi ham. Mana. Shu uchun grupaga element qilib tashlayapmiz. Yasin semendan chiqqan. Mana qumlarda ham farqi. 3 xil qum. Hammasini nam joydan oldim.